Mana biron joyi biron narsa bo'lgani yo'q, tartilgani yo'q. Aksiya qilingan eng qimmat sementdan. Sizga 18, 38, Aha. bundagasiga 38, bundagasiga 18. Bu taraf Qabadiyon, bu taraf Havoskordan chiqib kelayotgan Powerat do'stlar. Mana bu yerda Zaparovka bor. Sizlarga bitta biznesni ko'rsatmoqchimiz do'stlar. Mana bu yerda Zaparovka, bu taraf Shahrituz ketadi. Bu yerda bloklar ko'p ekan. Bu taraf Shahrituz, bu taraf Qabadiyon. Shundan bemalol topib kelasizlar. Nomerlarni qoldiramiz. Aziz do'stlar, aziz kanalimiz obunachilari, mana bugun Shlaka blok zavodiga kelganmiz do'stlar. Xudo xolasa sizlarga batafsil hamma ma'lumotlarni bir boshdan ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Mana bu yerda o'zimizning qishloq ukamiz, bratishkamiz bor ekan. Assalomu alaykum. Tilova yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Endi bir boshdan bizga ko'rsatib borasiz endi. Bo'ladi, mayli. Simbologlarimiz yaxshi, sifatlari yaxshi. Operator yaqinroq kelib oling. Yaxshi ketyapti simbologlarimiz. Xudoga shukr, o'zimizga yarasha klientlarimiz bor, hamma joyga sotyapmiz. Aha. Hamma joylarga Skarab, Beshkent, o'zimizlarga ham bor klientlar sotilyapti simbologlar. Endi buni sifati qanchadan rasvor qo'shiladi? Misol toshlar qayerdan keladi? Sementlar. Shibin qo'shamiz, qum qo'shamiz, o'zimiz zavoddan olamiz mana bu yerdan. Bu yerda zavodlar bor, Shahrduzlarda. Uni qo'shamiz. Xo'p, buni sementiga keladigan bo'lsak, Xo'shin sement qo'shamiz. Eng qimmat sementdan. Sifatlisidan. 60 somon bir xaltasi. 60 somon. Keyin bu sementini aytadigan bo'lsak, 1 kilodan sement qo'shiladi. 50 dona, 52 donagacha chiqadi endi. Masalan, sal bunday to'g'ri tayyorlanmay qolishi mumkin. Yoshlar keladi, masalan, yangi ishchilar keladi. Shunday to'g'ri tayyorlanmasligi mumkin. Shunga hisobiga 52 tagacha chiqadi simbolog. Bir xalta sementdan 52 dona simbolog chiqadi. Eng standarti 50 dona chiqadi. Masalan, 52-50 dona chiqadi ekan. Endi bu razmerlar necha bo'ladi? Undagasiga 18, 38. Undagasiga 38, undagasiga 18. Yeniga. Hammasi bir xil razmerda. Bitta bloklardan chiqadi, qolipdan. Shunday. Bo'lmasa, agar iloji bo'lsa, shuni bir balanddan bir taylab patchichlarga bir sinab ko'rsak. Mayli, balanddan olib olishimiz shart emas, buni shu yerdan ham olib taylayveramiz. Bo'ldi. Hammasi sifatli simbolog. Buni simbologlarni ko'raverasizlar mana. Mana yana bitta. Ana, sifati yaxshi ekan. Sifatini ko'rib, ma'qul kelib, operator yaqinroq kelib oling. Mana biron joyi biron narsa bo'lgani yo'q, tartilgani yo'q. Xohlasangiz mana yana bir marta o'tamiz buni mana. Simbologni o'zini mana. Haqiqatdan ham bu sifat yaxshi ekan. Даже bu yerda kartilmadi hamda, mana qarang, yorug' ham yo'q. Mana ki. Sifati a'lo ekan haqiqatdan ham. Simbologni narxi aksiya qilingan. 3 somoni 40 dirham bo'lganda. 3 somoni 40 dirhamdan. Joyidan, shu yerda joyida. Joyida yetkazib berishi bilan qancha bo'lyapti? Endi yetkazib berishi har xil joyga-da. Masalan, uzoq joylarga bo'lsa, Beshkentlarga bo'lsa, dastavka qilyapmiz. Xo'sh, 3 somoni 4 somon 90 dirhamdan boradi. Beshkentlarga bo'lsa. Tushirib berishlari bilanmi? Ichida hammasi, ichida. Endi joyiga qarab, yo'liga qarab kelishaveramiz. Masalan, bir xillari yo'llar uzoqroq bo'lsa, yo'liga qarab kelishamiz. Lekin simbolog narxi o'zgarmaydi. Просто shofyorda narxi o'zgaraveradi-da. Masalan, yo'liga qarab, mana Shahrduzga bo'lsa arzonroq, undan uzoq bo'lsa yana qimmatroq ketaveradi yo'liga qarab. Yo'liga qarab, tushunarli. Shunday yo'liga qarab kelishib, haliga qilib ketaveramiz. Telefon qilsa bo'ldi, o'zimiz kelishib, haliga qilaveramiz. Siz nomingizdan telefon qilsa bo'ldi. Bo'ldi. Yana arzonroq ham qilib, kelishtiramiz. Bizni kanaldan nomidan chiqsa. Bu yerda qarang, bir boshidan bir syomka qilib o'ting, operator. Bu yoqda bloklar ko'p ekan, divizhiniya katta ekan, bu yerda Shahrituz. Chunki bu yerda ko'p odam ishlaydi-da. Tanilmaydi-da. Ikkita zavod bor ekan, sex ikkita ekan. Bir kunga 2000 ta, 2,5 tagacha tugilyapti. Necha mingta bo'lsa ham yetkazib berish bor, ha? Necha mingta bo'lsa ham yetkazamiz. Bu yerda ko'p ekan-ku. To'xtab qolish yo'q. Yetkazib beramiz. Mana bu yerda shvyonkalar bor ekan, mana shvyonkalardan ishlatasizlar, to'g'rimi? Mayda shvyonka, buni qarangizlar, apparatimiz yaqinda olib ko'rsatishingiz mumkin. Buni mayda shvyonkadan qo'shamiz. Qumi yo'q. Yo'q. Ana. Yuvilgan hammasi. Toza.
Buni Sifati qumimiz yaxshi ham ekan. buni milkaga qumni ham ko'rsatamiz sizlarga. Qumni ham bir ko'rsatay qani, endi so'raydi-da. Qumimiz ham milk qum, juvilgan qum. Ha, bu yuvilib keladi bu yerga. Ha. Zavodda juvilgan qum keladi mana. Ha. Hozir. Daryo paryon qumi emas. Daryo paryon qumini ishlatmaymiz. Ha, bo'ldi. Bo'lmasa, shunchagina oldik. Xudo xolasa, nomerlarni qo'yib qo'yamiz. WhatsAppini, keyin yana bitta Promedan chiqadigan nomerlarni mana shu ekranga qo'yib qo'yamiz. O'zlaringiz telefon qilib yana kelishasizlar narx-navosi. Mayli bo'lmasa, ishlaringizga omad. Videoni tugatamiz.